Qotillik qurboniga aylangan o'zbek shou-biznes vakillari. San'at ahli bordir, odamlarga nisbatan badastir yashaydi. Ayniqsa mashhur xonanda, aktyor va boshlovchilarning yegani oldida, yemagani ortida. Ular boy badavlat to'kin-sochin istiqomat qiladilar. Boylikka ega bo'lmagan ko'pchilik odamlar esa boylik egalarini yomon ko'rishadi. Ularda hasad o'ti lovullab yonadi, nafslari jilov topmay qoladi. Natijada ayrimlar qotillikka qo'l uradilar. Biz quyida tilga olajak 3 qotillik aynan nafsga mo'telik tufayli sodir bo'lgan edi. Laylo Aliyeva. Bugungi yoshlar Laylo Aliyevani tanishmasliklari mumkin. Ularga Rayhon, Shahzoda bo'lsa kifoya. Vaholanki 18 yil muqaddam Laylo hozirgi tilda aytganda mega yulduz edi. Laylo Aliyeva 1975-yil Samarqandda tavallud topgan. Uning bolaligi Toshkentda o'tdi. Qizaloqning chiroyli ko'zlari go'dakligidan e'tiborni tortdi. 2 yoshida moda jurnalida rasmlari chiqdi. Dastlab poytaxtdagi 110-maktabda, keyin xoreografiya bilim yurtida tahsil olgan Laylo tengdoshlari orasida yaqqol ajralib turardi. Semurg' oromgohidagi go'zallik tanlovida yuqori o'rinni olganida u 10 yoshda edi. Laylo ham qo'shiq kuylar, ham raqs tushardi. Keyinchalik televizor ekranida paydo bo'ldi, bir nechta video kliplar chiqdi. Muxlislar orttirdi, san'at ahlining hurmatiga sazovor bo'ldi. Biroq aynan hamkasblari tomonidan vahshiylarcha o'ldirilishi Layloning 7 uxlab tushiga ham kirmagan edi. Uning suratlari orasida bo'ynida tilla zanjir, barmoqlarida oltin uzuklar taqib tushgan rasmlari ham ko'p. Laylo bolaligidan taqinchoqlarga o'ch bo'lgan. Aytishlaricha buvasi yirik zargar o'tgan. Buvisi ham bu hunardan boxabar edi. Layloning o'ldirilishiga ana shu tilla taqinchoqlar sabab bo'lgan. Mash'um kechada Laylo Aliyevaning eshigini o'sha paytda mashhur bo'lgan Al-Vakil guruhining 2 nafar yigiti taqillatdi. Laylo ularni tanigani uchun ham mehmon sifatida qabul qildi. Aks holda yarim kechada eshigini ochmagan bo'lardi. Biroz hol-ahvol so'rab o'tirishgach, ular kutilmaganda Layloga tashlanishdi. Ojiza ayol 2 erkakka qarshi nima ham qila olardi? Bu uning taqdiriga bitilgan so'nggi kecha bo'lib qoldi. Laylo Aliyeva 42 joyidan pichoqlanib o'ldirilgan. Qotillar uning barcha tilla taqinchoqlarini, hatto barmog'idan chiqishi qiyin bo'lgan uzugini sovun surkab sug'urib olishgan. Ular jazolandi, oliy jazoga hukm qilindi. Biroq endi Layloni tiriltirib bo'lmasdi. Uning eng sara qo'shiqlari jamlanmasini "Sen mening orzuyim" deb nomlangan o'sha 1998-yil Laylo 20-avgustda 10-sentyabrgacha Turkiston saroyida konsert o'tkazilishi uchun shartnoma ham tuzib qo'yishgan edi. Afsuski, yosh yulduzning 20 kunlik konserti o'tkazilmay qoldi. Laylo Aliyeva 23 yoshida vahshiylarcha o'ldirildi. Layloni dafn etishgach 1 oy o'tmay otasi ham vafot etdi. U og'ir musibatni ko'tara olmadi. Laylo Aliyevadan yolg'iz o'g'li Jasurbek yodgor bo'lib qoldi. Iskandar A'zamov. Iskandar multi taxallusi bilan tanilgan Iskandar A'zamov 1978-yilning 25-yanvarida tug'ilgan. U kinorejissyor, ssenariynavis, televizion tasvirchi va aktyor edi. 1996-yildan e'tiboran o'zbek televideniyasida ishlay boshladi. 1997-yildan boshlab vafotiga qadar 100 ga yaqin musiqiy videokliplarni suratga oldi. 2003-yil Moskvada Cities kanalida postanovkachi, operator bo'lib ishladi. 2006-yilning 23-iyun kuni u 28 yoshida o'zining uyida 2 nafar yigit tomonidan shafqatsizlarcha pichoqlab o'ldirildi. Skan multi qotillar bilan shaxsan tanish bo'lgan. Ular Iskandar A'zamovning xizmatini ado etib yurgan mardikor yigitlar edi. Qotillarning Skan multini o'ldirishdan muddaosi pul bo'lgan. Pichoq bilan berilgan zarbalar uning umriga yakun yasadi. Kompyuterda ishlab o'tirgan Skan multi o'z hayotiga tajovuz qilishlarini kutmagan ham.
Qotillar uning orqasiga va yuragiga bir necha marta pichoq urishgan. Jinoyatchilar yirik ko'lamdagi kinokomediyani suratga olgan rejissyorning uyida boylik ko'p deb o'ylashgandi. Bunday bo'lib chiqmadi. Qotillar ushlanib tegishli jazoni olishdi. Rahmatilla Mirzayev 1954-yil 22-sentyabrda Toshkentning Qashqar mahallasida tug'ilgan. U bolaligida otasidan yetim qolgan. O'rta maktabdan so'ng o'sha davrda Toshkent teatr va rassomchilik instituti deb ataluvchi bugungi kunda Toshkent madaniyat va san'at institutining aktyorlik bo'limiga o'qishga kirib tahsil oldi. Rahmatilla Mirzayevning ikki oilasi bor edi. Ikkinchisi Shari. Birinchi oilasidan 2 nafar Zarifa va Umidjon, ikkinchisidan 1 nafar farzandi Shodiya dunyoga keldi. Ammo umrining oxirida yakka o'zi yashagani haqida ma'lumotlar bor. 2015-yilning 1-mart kuni Rahmatilla Mirzayev qizi Shodiya bilan G'ulomjon Yoqubovning konsertiga boradi. Konsertni tomosha qilishadi. O'sha kuni yakshanba edi. Konsertdan keyin qizini onasining yoniga yuborgan Rahmatilla Mirzayev hovlisiga yo'l oladi. Ertasiga 2-mart kuni erta tongda u o'z uyining yerto'lasida pichoqlab o'ldirildi. 60 yoshli Rahmatilla Mirzayev Zangiota tumanining Chuvalachi qishlog'ida istiqomat qiluvchi 21 yoshli Shoazizov tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.